Ro'zadorlar taomnomasi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuimiz ro'zadorlar taomnomasi haqida. Ro'zadorlar sog'lom ovqatlanishda nimalarga e'tibor berishlari kerak? Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan Ramazon oyida ro'zadorlar uchun sog'lom ovqatlanish bo'yicha tavsiyalar, xususan saharlik va iftorlik uchun taom tayyorlashga doir maslahatlar ishlab chiqildi. Jumladan, ro'zadorlar yog'li mahsulotlar, ayniqsa charvi yoki quyruqli go'sht, qatlamali yog', margarin yoki sariyog' qo'shilgan xamirdan tayyorlangan taomlar iste'molini kamaytirishlari kerak. Masalliqlarni qovurish o'rniga ovqat tayyorlashning boshqa, masalan, bug'da sousda pishirish, kam miqdordagi yog'da qovurib, pechda qizartirib olish kabi usullardan foydalanish tavsiya etiladi. Tarkibiga me'yordan ortiq tuz qo'shilgan oziq-ovqatlarni iste'mol qilmang. Sosiska, kolbasa, dudlangan, qayta ishlangan va tuzlangan go'sht, baliq mahsulotlari, zaytun mevasi, sho'r bodring, tuzli pishloqlar, gazaklar, mayonez, ketchup va xantal qo'shilgan salatlar, souslar shular jumlasidandir. Ovqat tayyorlashda tuzdan iloji boricha kamroq foydalanish. Tuzdonni stol ustidan panaga olib qo'yish tavsiya etiladi. Pishirilayotgan taomlar ta'mini yaxshilash uchun turli o't va ziravorlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Iftorlik va saharlik oralig'ida ko'p miqdorda suv ichish maqsadga muvofiq, chunki kunduzi havo harorati yuqori bo'lishi ko'p terlashga sabab bo'ladi. Shu bois kun davomida yo'qotilgan suyuqlik o'rnini qoplash ehtiyoji yuzaga keladi. Buning uchun esa kamida 10 stakan suv ichish tavsiya etiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, layk bosishni unutmang.